Öz küçüğü tayinip pul tepiş. Onu bekmi ağım kelivatıdı. 1800 yen. Nimanda kımmet. Yıkan pullarımı yetmegidek. Neymiş? Sen benim en yaxşı dostum şundak mı? Neymiş ki bundak geplerini kılısın? Mundak iş. Neymiş? Tez digine. Pul yasıqlı buladigan maşina. Neyim davat sen? Nerede mundak maşina bolsun? Bo'ldi, açıqlanmay tur. To'xtab tur. Odatdagi odamlar pul yasab chiqarsa, jamiyat tartibiga eg'ir buzg'unchilik qiladi. Kelgusidim shundoq bo'lamda? Albatta. Biroq pul yasash usulini... Degina? To'g'ri. Men dadam bilan maslahatlashib baqay. Men mushundoq bo'lishini bilgandim. Bo'ladi, men sana ish deb beray. Sen dumbamga urib qo'y. Har qitim urib qo'yishing uchun sana 10 yen beray. Qandaq? Her günü dümbüğünüzge urup koyamdım. Mushundaq bo'lganda bir oyda 300 yen yig'alaysan. Yarim yildan keyin 1800 yen yig'alaysan. Yarim yil? Biroq meni hozir setuvag'im bor. Og'zingni yum. Garchi u pulni dumbamga urib yarim yilda aran yiqqan bo'lsangmi, biroq o'z kuchiga tayinib topgan pulga narsa kerak setib olishning naqadar xushalik ish ekanligini his qila olaysan. Men hozirli setib olsam texmi xo'sh bo'laman. Nemishqa yarim yil saqlag'udakman. Men-chu silqishqiman. Dedim-ku, dadamning deganda qilolmaydi. Men buni setib oldim. Ko'rib baqa. Akilaqini. O chet elda yasalgan-ku. Bu oliy darajali kaltak topgan. Cho'qim va qimmat-ku deyman. Xeyli qimmat. Aka, buningdan senmi birini erib ishlatgin. Bo'lmaydi. Bunda qimmat arsini men ololmayman. Sirtqa chiqsam u bek siyrak bo'lyaptiman. To'zim bir. Tog'amkan bu. Bu oliy darajalik pikapkan-ku. Setib oldingmi? Ha. Maoshing bakmi yuqori emas. Bu qimmat narsani qanday setib olding? Albatta muddatga bo'lib pul topshiraman. Avval pulning bir qismini to'lab, narsani akilib ishlatib turaman. Qolgan pulni oldirmay to'layman. Bu zamonaviy odamlarning turmush usuli, aka. Zamonaviy odamlarning turmush usuli? Xo'sh. Dal mushi shu. Qaysi shu? Zamonaviy odamlarning turmush usuli. Nima degan rahat. Dadaning gapini anglab, yarim yil g'ayrat qiljumu? Ma'qul. Har kuni qilsan-jumu? Ma'qul. Sana bo'lgan ko'z qarashim o'zgardi. Sen bek qaltis kelsan, yarim yil sabr qildigan bo'ldi. Kim shundoq deydi? Qarab tur, men u narsani uzunga qamayni setib olaman. Qandoq qilib? Nima? Vaqt tonali bilan? Yarim yildan keyin mening pul yig'ish sanduqimda 1800 yen bo'ladi. Lekin bunda qilsam bo'lmaydi. Nim bo'ladi? Baribir o'zimning pulni akildigan tursam, u ya boshqalarning puli bo'lmasa, o'ngishlik bo'lsin. Bu mening yarim yildan keyingi hujram. Hozir aytgankan, shuni men hozir maktabda, mening pul sanduqim aslidagi joyida yo'qtirdi-ku. Shodingdan, dishpagina. O'zimni bir yarim yildan keyinmi shunda qolaymi qayga qo'ygandim men. Uni cho'qim qalaymi qay yerga qo'yding shundaqmi? Opa, mening pul saqlaydigan sanduqimni ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Tashim, nima ish qilyapsan bormidan, chatoq bo'ldi. Qochma! To'xta deyman. Shodingdan, Tashimni ko'rdingmi, Nima degan xatarlik? U mening pul saqlaydigan sanduqim-ku. Aslida uni bu yerga yo'shirib qo'yib ekanman-da. Hammasi 10 yillik pulkan. Hammasini qo'shsam cho'qim 1800 yen bo'lg'idak. Bek yaxshi bo'ldi. Oxir setib oladigan bo'ldim. Sen yarim yildan keyingi men-ku. To'g'ri, men maktabdan qaytib kelib yarim yildan beri jafo tatib yiqqan pulimning tuyuqsiz yo'qolib ketganini bildim. Sizlardan boldiroq kelish uchun men vaqt bilan keldim. Yiqqan pullarimni qaytirib ber. Tez bo'l. Qaytirib berish bermaslikni talashmasaqmi bo'ladi. Chunki biz bir odam tursak, o'zingni besib ol. Buning ichidagi pul men hozirdan boshlab yiqqan pul tursa, Undoq emas. U pullarni men yiqqan. Yarim yildan beri har kuni dadamning dumbisini urib, bek jafo tatdim. Hamma jafoni men tatgan tursam. Sen degan men, biz degan bir odam. Bilamsan, men sen emas. Nima degan murakkab? Korim yo'q, pulni qaytirib ber. U pul mening. Sen bilan korim yo'q. Sen nimadan aski? Tez qaytib kel. Tashim, to'xta deyman. To'xta. Bu pulni surtayotgan bular tez. Nima
Nimishqa men qilaman? Uni ya men o'rvatmisam. Ha, setib oldim, oxir setib oldim. Oxir shunda qilsanda, buni burunli bilgan edim. Qarab tur. Bu qilganlaring uchun cho'qim pushaymon qilsan. Nimishqa pushaymon qilg'udakman? Bo'ldi, biz o'ynaylik. Uzatsa emas. Ems qaysi? U emas. Mana buni ishlat, ha? Mana buni. Bu emas. Sen xatolashding. Mening deganim to'g'ri. Menda takabbur mushuk bu. Menga bagit. U narsa xato dedimmi? Xato. Ha, menga baq. Nima qilyapsan, ha? Qara, endi qo'rashtirma. Hammamiz qilaymiqan bo'lib ketibdi-ku. Ha, mening 1800-yilim mushundaq isrof bo'ldimi? Daşong, her gün dümbemge urup koyattın-ku, ha? Mening hurim yo'q. Daşong, bunda qilsan qandaq bo'ladi? Planni yarim yo'lda to'xtatib qo'ymoqchimi? Nimandaq chilmazsan? Sen boshqalarga va'da bergan turib, bunda qilsan qandaq bo'ladi? Aka, o'tinib qolay. Mush bir qatim yordam qiling. Bu oyda qo'lim bakli qisqa bo'lib qoldi. Shunga menga yordam qilib pul berib turing. Zamonaviy odamlarning turmush usuli bek chapaliq ekan. Mingizli qo'ng'izni qutildirish. Qara, mingizli qo'ng'iz bek tez cho'ng bo'latidi. Bilalidingmi? Seni savirchanlik bilan shuncha uzun bu qo'ng'izni baqidi deb o'ylamabdi-kanman. Uni arlab teshig'i chiqarib safovoda nafaslantiraylik. Kela, o'zing xohlagancha atrofni aylan, ha? Mingizli qo'ng'izdek xo'sh bo'lgandek qiladi. Tashiyong, nima ish qilyapsiz? Ha? Jinshon? Nima degan cho'ng? Uning ismi Mingizli qo'ng'iz. U nimandaq cho'ng? Uni nerdan olding? Uni men kichigidan beqib cho'ng qilgan. U bek kuchli. Daşong. Sen baqqan qurt yomon emaskan. Akila men ko'rib baqay Daşong. Yo'q, bo'lmaydi. Ko'rib baqsammi bo'lmamda? U piqsiq. Akila, ko'rib baqay. Ma'qul. Yarim soatdan keyin pochta sandig'ining qishiq berib meni saqla. Xo'sh. Tashon xubodak uni sana hargiz qaytirib bermaydi. Xubodak narsalarni oshundoq elib oladi. Endi qanday qilaman, ha? Qara, u keldi. Voy, Daşong, meni saqlayaptamsan? Mingizli qo'ng'izim qani? Qochib ketdi. Qochib ketdi? Endi bildim. Aslida qo'ng'izning qanoti bor ekan, ushqadi paloq bo'lib ovoz chiqartgan uchib ketdi mushundoq, ha. Yolg'on aytyapsan, meni aldayapsan. Tez qaytirib ber. Nima? Mendan gumonlanyapsan? Mendan gumonlanishning oqibatining qanday bo'ladiganligini bilmamsan, ha, Daşong? Mening siz boshqa birni beqing. Siz tushunmaysiz. Men uchun butun dunyoda Mingizli qo'ng'izning faqat birsila bor. Daşong! Nima ishodingding? Sening mayus chiroyingni ko'rib, sen uchun alohida bir o'yin tayyorladim. Biroq men baribir xush bo'lolmayman. Bundaq dema, buning bilan hasharotlarga gap qil. Hasharotlarga gap qilamdim. Bu hasharotlarga gap qiladigan kanay, tushundingmi? Hasharotlarga gap qiladigan kanay? Qani avval sinab baqa. Ha, sinab baqay. Ha, yunag'ush, mening barmog'imga qo'l. U rostli qo'limga qo'ndi. Qandaq, u sening gapingni anglagandi? Hay, chimililar, oldinglarga meninglar. Men pranikni u yerga qo'yib qo'ydim. Ha, ularmi angladi? Shundaq. Bu kanay bek yaxshi ekan. Biroq, Mingizli qo'ng'izim hozir qandoq turayotgandi? Men ko'rdim. Mingizli qo'ng'iz Xubodakning qishidimikan? Xubodak Mingizli qo'ng'iz bilan birga o'ynab etibdi. Tezroq menga, bundaq misildasang mendan tayoq yeysan. Menga, nimandaq misildaysan, ol daqva, chapsan maqmamsa, tozimi bir. Xubodak, do'stlaring seni izlab ketdi. Cho'qim Daşong. Meni izlaydigan nima ishing bor, Daşong? Mingizli qo'ng'izimni qaytirib ber.
Yana menden gumonlanayotgan o'xshamamsan. Sana dedim-ku, u qochib ketdi deb. Nimanda? Biroq boshqalar uyingda uning bilan o'ynayotganligini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Jiq deb qo'ymayman. Men bir yaxshi amal topdim. Biz hasharotlar kaniy bilan chimillarga deyli. Ular mingizlik qurutning narligini aniqlab kelsin. Shunda qilsak bo'ladimi? Saltirib yilib qolasan. Chimillar, bu ishni sizlarga topshirdik. Ha, ular qaytib chiqdi. Bu Xubodekning yotoq uyining xaritasi-ku. Qaraganda mingizlik qo'ng'izni ustalning ustiga qo'yib qo'ygandek qiladi. Biroq Xubodek ustalning oldida o'ltirib olsa, u chog'da qanday qilamiz? Bu hasharotlar kaniy bo'lsa chataq chiqmaydi. Oy bu neymiş? Oy mening marishnam. Oy ifloschi billah. Yo'qolish deyman. Meni o'ltiribman. O'ltirayotgan bo'lsam, ifloschi billah. Imondoq o'sdi. Bir ish yuz bermagandu. O? Chimillar mingizlik qo'ng'izbek ig'ir bo'vashga ko'taranmidiq deydi. Endi qanday qilamiz? Munda qilayli, Xubodekning uyidagi cho'ngroq qurut qo'ng'izlar deyli, ular achiqib bersin. Ma'qul. Xubodekning uyidagi qurut qo'ng'izlar diqqat qilib qolinglar, tezdan mingizlik qo'ng'izni qutuldirib chiqinglar. Bunda qilsak bir chatoq chiqmas. Men bilmayman, saqlab boqayli. Ha, sizlar mingizlik qo'ng'izimni qutuldirib chiqibdi. Rahmat sizlarga, yaxshi qildinglar. Ha, mingizlik qo'ng'izim, yaxshimisan? Bu o'g'irlar. Bu o'g'irlar bek tez qochibdi. Ularning izini obdan pura. Agar ularni tutib olsam, qasam qilmanki, toza bir urib adini bermaydigan bo'lsam, xep qarab tursin. To'xtash! U ko'rib qoldi. Endi u qachonmasdilar, ha? Birgalar tezdan bizni qutuldiringlar. Oy, ne bo'lgandi men? Tuyuqsizda badanim qichishib ketdi-ku. Voy, men qichib ketdim. Voy, chidayapman. Qarab, Xubodekning holda nima degan kulgilik, ha? Ay, Shodingoq, biz Xubodekni qachon kechirib bo'lar? Yana 30 minutdan keyin. Shunday qilaylik. Maxfiy yo'l. Tashum! Apa, endi unda qilmayman, bek og'rib ketdi. Tozimi bir. Opamning gaplarini necha qatim anglasam, u yana bak qo'rqinchli ekan. Undaq bo'lgandan keyin, buningdagi opam xafa bo'ldigan ishlarni qilma. Foydasi yo'q. Hozir bu gapni qilganing bilan bek kechikdim. Ha, to'g'ri Shodindan, menga bir narsa bergin bo'lamdi, ha? Qandaq narsa? Hiliqi kinolar davomli chiqadigan narsa. Xatarni oldin his qilib, ularning hammasi maxfiy yo'l yasab qo'ydi-ku. Xatarlik ahvolga uchirganda shu yerdan qochib chiqadi. Sening maxfiy yo'l yasaydigan biror narsang yoki mashinang yo'qmi? Degina, shu narsangdan menga berib turg'ina. Bo'lamdi. Shunday qilish Shodindan. Bo'ladi, tozimi bir. Sen doim shunday qamlashmagan ishlarni o'ylab topsan. Yo'q endi. Albatta bor. Bo'sh hosil qilish uskunasi. Bu ma'lum bir joydan yana bir joyga yo'l yasaydigan mashina qurut. Sana nega boradigan yo'l kerak? Avval bu uydan hovliga chiqib bo'ladigan maxfiy yo'l yazsin. Yaxshi, yeyishni boshla. U eshikdan yuqandir to'shikka chiqib qo'ydi. Endi opam meni tillaydigan bo'ldi. Ansirma, xotirjam bo'l. Yana deh kulyapsan-ku. Bu tarafda to'shik yo'q ekan-ku.
U faqat bir tarafidan ko'rinadigan teshik ochidi. Nimandaq yaman. Bu bir tarafdan kirgil bo'ldigan teshikanda, nimandaq g'alita. Tashin, qo'rqma. Bu chiqish eg'izi. Birdamda yetib keldikmi? Chunki bu yer qulaylik bo'shliq. Nima degan yaman. Rostla o'ylig'i chiqolidim. Yaxshi bo'ldi. Qandaq tashin buni yoqtirdingmi? Bek yaxshi ket. Biroq bu teshikni qandoq yopamiz? Ansirma. Biz o'ydagi chaqda bu yerga kalendar esib qo'ysaqlar, opam bilamaydi. Shodindan kallanbek ishlaydi ekan-jimi. Endi qandoqla askish qilsam-mu, ansirmisam-mu bo'g'udak. Shundoq askish qilg'im kelyotidi. Opa, sizga bir ishni day. Oldin qatimqi imtihonda men 0 oldim. Men sizdan yoshirib demagan edim. Tashim. O'zimni bir bundoq qilishning nima hojati? Tashim! Yana mushak yoshirni oldin-ku deyman. U nega ketdi, ha? Opa, men bu yerda. U yerga qachon chiqib olding? Xat seni. O'qiydi. G'alba qildi, bek yaxshi bo'ldi, bek yaxshi bo'ldi. To'g'ri, bu uydan jiqroq maxfiy yo'l yasab qo'ysam, texmi qulaylik bo'g'udak. Shundoq qilay. Avval bu uydan maydonga boradigan yo'ldan birini yasab bergin bo'lamdi. Japa chekdim. Qarab baqaychi. Bu yo'l bilan maydonning nariga chiqil bo'la. Shofu. Bu kitobni ko'ramsan, ha? Ko'rman, men berib tura. Nima? U mendan ilib olgan rasmli kitobku. Tozimi bir. O yey og'rib ketdi. Menga tashatgan kim o? Ha? Shofu, sen etsana. Otmadim rost. Sen xatolashding, rostmi emas? Xubodakdek qaytib kelmabdi. Bularning hammasi mening kitoblarim ekan-ku. Hammasi mush yerda ekan. Hammasini ikkitay. Pul topdim. Pul topdim. Xubodak qaytib ketdi-da. Chatoq bo'ldi. Uning qo'lida hech nima yo'q-ku. Boyqa rasmli kitob qani? Shofu 10 yin berib uni ariyat eketdi. Nima? Shofu yeb ketdimi? Ha, shundoq. Ha? Kim o? Gap qilgan kim o? Ha? Bu rasmli kitob bir qiziqarliqga. Ha? Oy, mantiqi ne? Ha? Xalit ish bu. Oy. Ha? Rasmli kitob yo'qolib ketdi-ku. Bu. Bu montebek o'xshabdi-jimi? To'g'ri. Bu kitobni Jinshanga olib berib beray. Jinshangning uyiga boradigan yo'l yasab bergin. Yaxshi bo'ldi. Nimishqa Jinshangning uyiga boradigan teshikdan suv chiqdi. Bu yakanda. Jinshang, meni kechiring. Men qasam qilmadim. Bu bir tasodifiylik. Meni kechiring, xafa bo'lma. Jinshang, xafa bo'lma. Bo'lamdi. Xafa bo'lma.